Assalomu alaykum hammalarga. Bugun yana sizlar bilan men Fotih Yakubov bilan birgalikda qaysi mahsulotlarni toifalarini tanlash kerak, qaysi toifalar bilan ko'proq ishlash kerak va qaysi mahsulotlarni sotishga maslahat bermasligimiz haqida gaplashib o'tib ketamiz. Fotih, qaysi mahsulotlar bilan ko'proq ishlash kerak, qaysi toifalar bilan ko'proq ishlash kerak, qaysi yo'nalish bilan ko'proq ishlash kerakligi haqida ozgina informatsiya bersang, shunisi haqida gaplashardik. Kelaylik, boshida Amazonda eng populyarniy kategoriyalar to'g'risida aytib beramiz. Oldin ham aytib ketganmiz, no yana bir marta aytamiz. Eng populyarniy kategoriya bu home and kitchen. Bu degani ya'ni uy jihozlari bilan birga oshxonadagi bo'ladigan jihozlar. Shunaqa, u har xil konteynerlar, birinchiga konteyner, shu kuxnaga tegishli narsalar u juda populyarni hisoblanadi. Har xil narsa bo'lishi mumkin. Har xil million xil narsa bor. Konteynerlar, qoshuqlar yoki qanaqadir stakan yoki любой xohlagan jihozinglar uy bilan oshxonaga tegishli. Ko'proq oshxona bilan uyga desak ham to'g'riroq bo'ladi. Shunaqa. Keyin ikkinchi kategoriya Amazonda endi sports and outdoors deyiladi. O'sha sportga va aktivniy o'yinlarga tegishli kategoriya hisoblanadi. Biz o'zimizning roliklarimizda bundan oldin gapirgan edik. Agar eslasanglar, imенно sport and outdoors degan bu sport bilan bog'liq bo'lgan tovarlar haqida gaplashganmiz. Именно mana shu sport bilan bog'liq bo'lgan birinchi tovarimiz bizda gantel bo'lgan. Ya'ni o'sha anaqada sport xonasiga borib turib, olib ko'taradigan toshlar bo'lgan. O'sha toshdan biz birinchi marta savdamizni yaxshi ko'targanmiz. Shunga sizlarga ham maslahat beramiz, sport bilan shug'ullanuvchi bo'lgan jihozlar bilan ishlashga. Keyin uchinchi kategoriya bu toys and games, o'yinchoqlar, har xil o'yinlar. Yosh bolaga tegishli. Yosh bolaga ham, ko'proq yosh bolalarga ham. Shuning uchun Amazonda mana shu kategoriya takoy щепетильный hisoblanadi, chunki bu kategoriya sotmoqchi bo'lsangiz, sizlarga sertifikat kerak bo'ladi. Kerak bo'lishi mumkin deb o'tib ketsak ham bo'ladi, chunki bir xil tovarlarni sertifikatga misol uchun qanaqadir kerakli joyi bo'lmasligi ham mumkin. Lekin ko'pincha shunaqa bo'ladiki, bu yosh bolaning tovari bo'lgani uchun, kichkina bolalar ko'p o'ynagani uchun yoki qanaqadir opasniy tovar bo'lmasligi uchun обязательно qanaqadir sertifikatga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shunga 50-50 bir xillarda o'xshab qoladi, bir xillarda o'xshamaydi. Uni ham bitta qarab chiqish kerak. Lekin bu ham yaxshi kategoriyalarga kiradi. Keyingi kategoriya u beauty and personal care, u polnish parfyumlar, kremlar, xotinlar har xil ishlatadigan narsalar. Bu ham juda yaxshi, juda populyarniy kategoriya, lekin опять-таки bu yerda ham sertifikat kerak bo'lishi mumkin. Bu juda ham muhim narsa, ahamiyat berib o'tishingiz kerak, chunki sertifikat bo'lmasa, sizlarga Amazon tarafdan qanaqadir aytaylik xavfsan tushishi mumkin. Xavfsan tushishi bu keyinchalik ishlashingizda juda ham qattiq ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni qanaqadir agar Amazon sizlardan muammo topsa yoki sotayotgan narsangizda muammo topib qolsa, unda bu Amazoninglarni ya'ni sizlarning Amazon akkauntinglarni yopilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunga har doim ehtiyot bo'lib bilish kerak. Sertifikat kerakmi, yo'qmi, shunga qarab turib ish tutish kerak bo'ladi. Shunaqa. Keyingi kategoriyamiz u health and household. U har xil badlar, har xil nima deydi, ovqat potrebyat qiladigan shu groceries ham o'sha yoqqa kiradi. Ovqat bo'lgani uchun bu yerda ham yaxshi sotiladi ham, опять-таки bu ham sertifikat talab qilishi mumkin bu kategoriya. Nimaga sertifikat talab qiladi desanglar, bu yerda yana bir marta aytadigan bo'lsak, bu yerda agar bad haqida gapiradigan bo'lsak, badni bilasizlar, bu vitaminlar yoki har xil mamlaqa ichib yurishadigan tabletkachalar. Bu o'zini yo'lida ozgina bo'lsa ham meditsinskiy taraflama bo'lib qolishi mumkin. Shunga sertifikat bunga majburiy hisoblanadi. Batonchiklar, har xil vitaminlar, hamma narsalar. Yana bundan tashqari har xil ovqat sotayotgan paytingizda, misol uchun u ovqat allergenniy bo'lishi mumkin yoki odamga qanaqadir jalb keltirishi mumkin. Shunga srok godnosti ham, обязательно sertifikatga ega bo'lishi bo'lib qoladi, kerak bo'lib qoladi. Shunga keyingisiga o'tamiz. Keyingisi kitchen and dining. Bu ham juda yaxshi kategoriya. Kamdan kam bu yerda sertifikat to'g'ri kerak bo'ladi. Bu yerda shu опять-таки har xil shu aytganingizdek pichoq, vilka, u yoq, imенно shu ovqat qilish uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, shu har xil narsalar. Bundan oldin gapirganimizda biz home and kitchen haqida gapirganmiz. Ya'ni uy jihozlari bilan birga
kuxonniy jihozlar, ya'ni oshxona jihozlarini haqida gapiruvdik. Hozir bo'lsa faqat oshxona jihozlari, ya'ni bu yerda o'sha pichoqdan boshlab o'sha vilkasigacha, to tarelkasigacha yoki dasturxon ustiga yoziladigan hattoki o'sha skatertsigacha ham bo'lishi mumkin. Shunga kitchen and dining o'zi yaxshi kategoriya bo'lib, bu o'zini yo'lida nima bilan yordam beradi? Bu yerda kamroq opasnost, ya'ni xavfsizligi yaxshi, kamroq, hech qanaqa sertifikat majburiy emas bu yerda. Keyingi kategoriyamiz office products. U полностью ofisniy produktlarga tegishli narsa. Har xil kitoblar, ruchka, qalam, mana shunaqa tетрадкалар. Ofis jihozlari, ya'ni stikerlardan boshlab hattoki ruchkalargacha yoki kompyuterniy jihoz bilan ham gapiradigan bo'lsak, misol uchun qanaqadir ekranlar yoki boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Ofisga nima olinadigan bo'lsa, ofis nima bilan ta'minlanadigan bo'lsa, shu narsani именно toifasi bu. Keyingisi u patio, lawn and garden. U уже nima deydi, sadga tegishli narsa. Полностью shu basseyn yonida nima tursa, o'sha hamma narsasida. Xullas, agar patio, lawn and garden haqida gapiradigan bo'lsak, uyingizda misol uchun aytaylik, agarodinglar bor. Agarodinglarda sizlar aytaylik nima ko'ryapsizlar? Bundoq qaraganingizda, ana izgirtda atrofida yoki qanaqadir haykalchalar yoki bir narsachalar yoki aytaylik ko'chada ishlatadigan haskashlar yoki qanaqadir shlankalar yoki shlankani ustiga ulanadigan trubalar. Misol uchun men sizlarga o'zimning misolimda aytib beraman. Именно Amazonda именно populyarniy bo'lgan produktlardan, ya'ni mahsulotlardan bittasi bu avtomatik bundoq aytaylik kichkinagina device bo'lgan. Ya'ni o'sha device nima bilan yordam bergan? Bir tarafidan bu shlanka kirgizib qo'yasiz yoki vodoprovod ulab qo'yasiz, ikkinchi tarafidan siz o'zingizga kerakli joyga qarab turib shlanka bilan uzoq chiqarib qo'yasiz. U o'zi vaqti bilan, ya'ni programmalashtirilgan, raqamlashtirilgan bo'lib, vaqti bilan o'zi ishlayveradi batareykada. Bu narsa juda ham populyarniy bo'lgan Amazonda o'zini paytida. Nimaga? Chunki ular ham har xil mana shunaqa devicelarga ham yoki boshqa narsalarga juda ham qiziqqan. Ya'ni bu yerda ikkita kategoriyani ko'rsak bo'ladi. O'sha, ya'ni biza именно garden bilan bog'liq bo'lgan kategoriya, ya'ni toifa, gadgets bilan bog'liq bo'lgan kategoriya ham birlashtirilgan holda ikkita toifada YouTube'ga chiqadigan tovar bo'lgan. Shunaqa narsalarni ham shunaqa ideyalar bilan qanaqadir ozgina olib ishlatsa bo'ladi. Keyingi juda yaxshi kategoriya u tools and home improvement. Bu degani uylarga tegishli narsalar, shu jalyuzilar, har xil kovriklar, shu hamma narsalar u ham juda yaxshi sotiladigan yaxshi kategoriya hisoblanadi. Yokida misol uchun aytadigan bo'lsak, uydagi bo'ladigan remontga kerak bo'lgan jihozlar, ya'ni qanaqadir asbob uskunalar yoki qanaqadir set asbob uskunalarni set qilib sotilinadi. Misol uchun atvertkasi bormi, har xil razmerli atvertkalarmi yoki qanaqadir bolg'ochasi bilanmi yoki qanaqadir shurpaverti bilanmi, boshqa narsa bilanmi setlar sotilinadi. Undan tashqari mana shu uyga misol uchun bezash uyga bezamoqchi bo'lgan odamga kerak bo'ladigan narsalar yoki qanaqadir aytaylik remont qilayotganda ishlatilinadigan qanaqadir kerakli materiallar. Shu narsalar именно tools and home improvement kategoriyasiga, ya'ni toifasiga kirib keladi. Oxirgi kategoriya u pet supplies. U ham juda populyarniy kategoriya Amazonda, lekin bu yoqda ham sertifikat talab qilishi mumkin, chunki bu ham yeyiladigan narsa. O'zingizlar bilasizlar, Amerikada odamlar o'zini hayvonlariga juda ham yaxshi qaraydi. Shuni hisobiga hayvonlarga yaxshi qaragan tarafli bular juda ham ovqatiga ham yoki boshqa narsasiga ham, hayvonlarni ham boshqa narsasiga ham hattoki ehtiyotkorlik bilan, sertifikat bilan olishadi. Ya'ni har bitta olinayotgan narsani tekshirib, qarab, bilib ana qilishadi. Shunga bu yerda ham sertifikat kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda 50-50, no bizani o'ylashimiz bo'yicha biz hali sotmaganmiz pet suppliesni. No agar sotmoqchi bo'lib qolsanglar, agar niyatingiz bo'lsa, именно shunaqa produkt topsanglar, pet suppliesga tegishli bo'lgan narsa, bu narsani tekshirish kerak oxirigacha. Inobatga olish kerak. Sertifikat kerak bo'lishligi haqida informatsiyani ozgina tekshirib ko'rish kerak.
Xo'p, в целом hamma kategoriya bo'yicha biz aytib o'tib ketdik, lekin bir ikkita kategoriya bor. Biza именно maslahat bermaymiz bu kategoriyada sotishga, chunki sotish xavfli, juda ish ko'p, har xil sertifikat talab qiladigan kategoriya. O'sha mana shunaqa kategoriyalardan bittasi bu yerda yozilgan produkti pitания yoki groceries degan. Уже aytganingizdek, har xil allergen bo'lishi mumkin, срок годности bo'lishi mumkin. Shuning uchun biza maslahat bermaymiz именно shu produkti pitaniyaga qo'shilish. Hozir biz sizlarga 5 ta har xil toifa beramiz. Bu toifalar bilan bizani maslahatimiz bo'yicha, bizani kelib chiqqan tajribamiz bo'yicha biz sizlarga maslahat bermaymiz. Maslahat berish tursin, biz sizlarga umuman sotmay qo'ya qolinglar deb ayta oladigan darajada biz. Chunki bu именно toifalar sizlarni akkauntinglarni yopilishigacha olib keladigan darajada xavfli. Shunga bitta aytib chiqamiz. Xo'p, birinchisi mana Fotih aytibdi, buni gap bo'yicha именно groceries, ya'ni bu ovqatlanadigan produksiya, nimadir yeydigan produksiya. Bu narsalarni maslahatimiz sotmaylar umuman, chunki bu narsa agar siz qanaqadir mahsulotga ega bo'lmasangiz yoki misol uchun siz o'zingiz shu ishlab chiqaruvchi odam bo'lib turib, qayerdadir o'zingizni zavodingiz yoki qanaqadir aytaylik korxona bo'lmasa yoki qanaqadir sok yoki yeydigan bitta batonchik shokolad o'zingiz chiqarmasangiz shu narsani, o'zingiz kontrolli usha olmasangiz shu narsani, maslahatimiz sotmaylar. Chunki o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, unda o'zingizga o'zingiz ishona olingiz. Lekin boshqa odamga ishonib qo'yib, sizga yaxshilikning o'rniga zarar olib kelishi mumkin. O'shanga maslahatimizni sotmaylar, qilmaylar, bu ish bilan shug'ullanmaylar. Keyingisi xuddi shunaqa ikkinchi kategoriyamiz u shu baby products, продукты для детей deyiladi. Bu yerda ham shu istoriya, chunki bu yerda sertifikat talab qilish mumkin. Shu Rustam aka aytganlaridek, yosh bolalarning sog'ligiga nima narsa xavf bo'lsa, Amazon bunga juda qattiq qaraydi. Не дай бог qanaqadir shu produkt bo'lib, запрещенный produkt bo'ladigan bo'lsa, bu akkauntinglarga juda katta ta'siri bor. Misol uchun Fotih qaradi, aytaylik, uni hozir savol berishligi mumkin o'zligining ichligida. Produkti для детей, ya'ni bolalar uchun bo'lgan mahsulot. Bu mahsulot yeydigan mahsulot haqida gap ketyaptimi yoki boshqa narsa haqida gap ketyaptimi? Shuni bitta aniqlab ketsa. O'zi в целом shu baby products kategoriyasi Amazonning juda katta nazoratida turadi. Shuning uchun bizning maslahatimiz bu kategoriyani lutchi yo'lda sotmagani yaxshi. Hozircha. Har ehtimol qarshi. Hozircha sotmaganinglar yaxshi. Ya'ni bolalar bilan shug'ullanish, bolalarning mahsulotlari bilan shug'ullanish uchun ozgina tajribaga ega bo'lishinglar kerak. Uje tajribaga ega bo'lganinglardan keyin uje qaysi mahsulot bu sizlarga xavf olib keladigan mahsulotligini aniqlaganinglardan keyingina shu narsani farqiga bora olganinglardan keyin sizlar uje sekin bila olasizlar. Ya'ni bolani produksiyasi bo'lsa ham bu mahsulotni men sota olaman, bunga sertifikat kerak emas ekan yoki bundan hech narsa bo'lmaydi degan bitta aniq nima deydi, natijani ko'rganinglardan keyin shundan keyin sota olasizlar. Ungacha maslahatimiz undan ko'rasi boshqa produksiya, boshqa mahsulot, boshqa toifada ishlab turganinglar ma'qulroq. Uchinchi kategoriyamiz har xil stiklanniy produktlar, oynali produkt, oynali mahsulot, shishali mahsulot. Shishali mahsulot. Chunki shu перевозка bo'layotgan paytda u sizlarning mahsulotingiz sinib qolishi mumkin. U juda nozik bo'lgani uchun shunaqa paytda sizlarning customerlar uni обратно возврат qiladi, sizlar keyin unga pul qaytarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun muammosi juda katta, boshqarug'i juda katta. Shuning uchun biz maslahat bermaymiz unaqa produktlarni sotishga. Yana bir marotaba biz maslahat bermaymiz shishali mahsulot sotishga, lekin bu o'zingizlarga havola. Bu yerda mumkin emas degan joyi yo'q. Bu narsani o'zingizlar sota olasizlar. Bu narsa yetib borgunicha sinib qolsa, sizlarga zarar bo'ladi. Ya'ni o'sha sotayotgan mijozinglar qaytarib yuboradi. Просто havoga ketgan pul. Sizlar просто kuyib qolishinglar ehtimoli katta. Shunga maslahatimizni hozircha sotmay tursanglar, keyinchalik ancha o'rgan olganinglardan keyin, ozgina tajribaga yana ega bo'lganinglardan keyin sotaverasizlar. Uje sizlar bilasizlar qaysi
aytaylik, qaysi o'sha mahsulot sotadigan odamiylarga yoki поставщикlarga ishonishni bilasizlar. O'shandan kelib chiqib turib, уже sizlar shishali mahsulotni olishga stoyitmi yoki не stoyitmi, shuni ham analiz qila olasizlar. Keyingi masalamiz bu. Keyingi kategoriyamiz u запатентованные продукты, то есть patent bo'lgan produktlar. Patent bo'lganini aniqlashni biz keyingi videolarda tushuntirib o'tib ketamiz. Qanaqa qilib shu bilish, qidirish, uni o'zida saytlari bor. O'sha yerda qidirib topsangiz mumkin. Shu mana shu aynan mana shu tovarga patent bormi, yo'qmi? Bu juda muhim hisoblanadi, chunki agar sizlar sotayotgan produktinglar sizlarda patent bo'lmasa, sizlarga жалоба tushsa, Amazon akkauntinglarni blok qilib qo'yishi mumkin. Tushunishinglar uchun Amazon o'zi juda katta platforma bo'lgani uchun u yerda juda katta web serverlar, har xil IT menejerlar ishlashadi. Sizlar sotayotgan narsalarni ular juda ham tez aniqla olishadi. Ya'ni nima sotyapsizlar, qanaqa tovar sotyapsizlar, qanaqa mahsulot sotyapsizlar. Shundan kelib chiqib, ular bemalol sizlar agar patentga ega bo'lgan mahsulot sotayotgan bo'lsanglar, ular bemalol aniqla olishadi. Aniqlashgandan keyin bu sizlarga nabarot aytaylik yomon tarafiga o'ynab ketadi. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Bu nabarot sizlarni o'zingizlarning akkauntinglarni yana bir marta aytyapman, akkauntinglarni yopilishigacha olib boradigan mahsulot bo'lib qolishi mumkin. Shunga maslahatimiz bu tovarni, bu mahsulotni umuman sotmay turinglar. Uje keyingi darslarimizda o'rganganinglardan keyin, oradan vaqt o'tib, ancha tajribaga ega bo'lganinglardan keyin sotishga o'zingizlarga havola. Oxirgi kategoriyamiz shunga o'xshash kategoriya, no уже sal понятныйroq kategoriya, u katta brendlarning produktlari. U degani, допустим, Adidas, Nike produksiyasi bo'lishi mumkin. Birinchidan o'zi ko'pincha yopiq bo'ladi, lekin orada bir chiqib qoladi. Qanaqadir produktlar, qanaqadir listinglar ochiq bo'lishi mumkin, lekin biz shunaqa listinglarga qo'shilishga tavsiya bermaymiz. Chunki u ham xuddi shunaqa, u katta produktlarning o'zini patenti bor, o'zini targoviy markasi bor. Agar sizlarning akkauntingizga жалоба tushsa, yanada shu akkauntinglar blok bo'lishi mumkin. Biz sizlar bilan agar eslasanglar, darsimizning eng boshlarida wholesale degan model haqida gaplashganmiz, ya'ni sotuv modeli haqida. Ana agar biz hozir sizlar bilan wholesale sotuv modeli bo'yicha shug'ullanayotganimizda, bu narsa haqida to'g'riroq tushuncha berardik. Lekin bu yerda biz nimaga sizlarga bunaqa brendlar bilan ishlamaslikni aytayotganimizni, wholesale modelda katta investitsiya, ya'ni sarmoya kiritib, u katta brendlardan sizlar tovar sotib olasiz. Lekin hozir sizlar dropshipping bilan shug'ullanayotganingiz uchun sizlar unaqa tovar sotayotganingiz yo'q. Shuni hisobiga sizlarning haqqingiz yo'q u narsani sotishga. Agar haqqingiz bo'lmasa, sizlar qanaqadir informatsiya yoki qanaqadir dokument berishingiz kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun biz sizlarga maslahatimiz katta brendlar bilan hozircha ish yuritmaganingiz ma'qul. Hozircha shu. Bo'ldi, hozircha shu. Hozircha shu. Bugun sizlar bilan gaplashgan narsalarimiz bu qaysi mahsulotlar bilan ishlashni maslahat beramiz va qaysi mahsulotlar bilan ishlashni maslahat bermaymiz va qaysi toifalar bilan qanaqa mahsulotlar borligini ko'rib chiqishinglarni maslahatlarimizni hammasini gaplashdik. Endi shu etilgan narsalardan, shu etilgan darsimizdan iltimos bitta xulosaga kelib, qog'oz va ruchka olib, shu hamma gapirilgan narsalarni o'zingizga yozib olib, bittama-bitta hammasini yana bir marotaba ko'rib chiqinglar. Ko'rib chiqqaningizdan keyin o'zingizga bitta xulosa ko'rasizlar. Shu xulosadan bitta o'zingizga analiz qilib, keyingi bo'ladigan darslarimizga yaxshilab eslab qolishinglarni iltimos qilamiz va keyingi darslarimizda bu xulosalar va bu etilgan narsalar hali ko'p ishlatilib kerak bo'ladi.